Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Keyingi ishimiz malyarka ishi. Bera xudo xolasa obloy bosamiz. Berla kafel bo'ladi. Polo laminat. İşlerimiz devam turibdi. Nevze laminat bol basıp jarayandamız. Sencer usta basıp yaptı. Kette usta evite çıkıp gitti. Bu işler bitti. Hurmatli obunachilar, bu yerda ishimiz bitti. Xudo xolasa bugun ko'rib turganlaringizdek polona laminat bosdik. Plyuslar ishlandi. Bu yer somon sog'diradigan joy edi. Devori tekislanib, obloy bosildi. Keyin shura kafel bosdik. Rakovinalarni o'rnatdik, oynalari bir qator ko'rishlaringiz mumkin. Kim shunday malyarka, banya, santexnik ishlarni ishlatamaman deb yurgan bo'lsa, murojaat etishlaringiz mumkin. Ekranda nomer qoldiramiz. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.